Endi talabaligingiz mana shunday zavqli kechganligi uchun ham hozir tinglaydigan hit Aynan. yaralganligi ham o'z-o'zidan emas. Chunki barchani siz mana shu qo'shiq orqali davraga chorlagansiz. Keling, yana e'tiboringizni monitorga qaratsak. Endi 2 asrdan beri qarang, 20-asrda aytilgan bo'lsa, yozilgan bo'lsa, 21-asr. Hozirgi kunda ham o'sha hit qo'shiqlar qatorida turadi, davraga tush. Rustam G'oyipov endi bu qo'shiqni juda zo'r qilib ijro etganlar. Aranjirovkalari, musiqalari. Vatanimni go'ra sizlar, barno yigit sho'x qizlar. Vatanimni go'ra sizlar, barno yigit sho'x qizlar. Zamonamda ozod qush, davraga tush, davraga tush. Zamonamda ozod qush, davraga tush, davraga tush. Men baxtli san'atchiman, ikkita zo'r san'atchi bilan ishlashga to'g'ri. Endi uning orasida Sherali aka Jo'rayev ham borlar. Sherali Jo'rayev ham borlar. Davraga chaqirganda Sherali aka bizni O'zbekistonimizda ikkita zo'r san'atchi bor. Qo'shiq aytadiganlardan bu siz, gapiradiganlardan men deb chaqirib davralarda e'lon qilardik Sherali akam. Endi o'sha paytda endi hammalari shogirdlari Rustam, Muhriddin aka shu shogirdlari ular bilan birgalashib ijod qilib, qo'shiqlar aytib, konsert qilinsa, odam yog'ilib kelardi. Muhriddin aka bilan ham birinchi borda o'zimiz konsert qilib birga chiqqanmiz. Rustam G'oyipov bilan ham. Endi Rustam G'oyipov baraka topsin, qo'shiqlari hitga aylanadi. Endi men yozgan qo'shiqlardan Ona emasmi degan qo'shiq. Endi juda chiroyli qilib aytgan. Keyin davraga tush, o'zbek o'g'lonlari, paxtakor, shunaqa qo'shiqlar yozardik. Yaxshilikka chorlaydigan, bir ulug'laydigan, o'zbekligimizni ko'rsatadigan bir narsalar bo'lsin deb harakat qilardik. Va haqiqatan ham mana hozir yuqorida aytib o'tganingizdek, ushbu qo'shiq necha yillar davomida Shu qarang. ijro etib kelinmoqda. Bunga yangi avlod vakillari tinglashmoqda, raqsga tushmoqda. Bunga bir aytishyapti. Bunga ham bir misolni tomosha qilsak. Davraga tush, davraga tush. Zamanında azar kuş, davraga tush, davraga tush. Zamanında azar kuş, davraga tush, davraga tush. Bu endi haqiqiy shlager. Aynan. Faqatgina hit emas. Chunki shuncha vaqt o'tgan bo'lsa-da, hamon sevimli qo'shiqlardan biri.